Tasavvur qiling, sizda biror bir muammo bor va siz uni hal qilish uchun innovatsion yechimlar izlayapsiz. Bu holatda siz ehtimol ikkita kognitiv yondashuvdan birini tanlaysiz. 1956-yilda Guilford bu qarama-qarshi yondashuvlarni konvergent va divergent tafakkur deb atagan. Konvergent tafakkur bu chiziqli va tizimli fikrlash, divergent tafakkur esa o'rgimchak to'ri kabi tarqaluvchi g'oyalar orasidagi bog'lanishlarga asoslangan fikrlashdir. Konvergent tafakkur ko'p yechimlar orasida bitta optimal yechimni tanlaydi. Divergent tafakkur esa ko'plab g'oyalar yaratadi, yangi va noodatiy yondashuvlardan foydalanadi. Ba'zida xuddi hacker kabi fikrlaydi. Bu yondashuvda to'siqlar dizayn imkoniyatiga aylantiriladi. Konvergent tafakkur aniq maqsadga yo'naltirilgan va tahliliy. Divergent tafakkur esa moslashuvchan va takroriy jarayonli. Konvergent tafakkur nima uchun deb so'rasa, divergent tafakkur esa nega bo'lmasin deb so'raydi. Bu ikki fikrlash turi bir-biriga raqibdek tuyulishi mumkin, lekin aslida ular bir-birini to'ldiradi. Odatda jamoalar avval divergent tafakkur yordamida ko'plab g'oyalarni yaratadi, keyin esa konvergent tafakkur orqali ularni tahlil qilib, eng yaxshilarini tanlab oladi. Keyinchalik esa yangicha qarashlar paydo qilish uchun yana divergent tafakkurga qaytishadi. Bu doimiy aylanma, ya'ni iterativ jarayonlar hisoblanadi.